Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shunday sonli pirog jasaymiz. Aybay oңой. Uyda bar zatlardan jasaladi. Mana shunday qilib. Bizga ushul zatlar kerak bo'ladi. Venchik, 4 shtuk yumurta, sahar, un, razrıhletil, may. Yumurtalarimizni chaqib oldik. Buga saharimizni qo'shamiz. Venchik bilan aralashtiramiz. Qalasangizlar mikser bilan aralashtirsangizlar da bo'ladi. Aralashtirib oldik. Buga mayimizni qo'yamiz. Daha aralashtiramiz. Naka qizlar aralashtirib oldik. Undan keyin un bilan razrıhletilni qo'shamiz. Daha aralashtiramiz. Mana shunday yaxshilab aralashtirib olamiz daha. Kızlar kanalıma подписаться bo'lganda unutmangizlar. Dag'da qanday videolar kutasizlar, kommentariyaga yozingizlar. Agarda ushul videoni oyog'ina cheyin ko'rgan bo'lsangizlar, siz turda like bosishni unutmangizlar. So'ng bo'lib tayyor bo'lib qoldi. Qarasangizlar. Endi buni 5-10 minutga tiniqtiramiz. Tiniqtirgandan keyin duxovkani idishini jo'shqash uchun may qo'yib oldik. Mayni tegiz qo'limiz bilan surib qo'yamiz. Naka. Hozir ko'namiyorum. Mana shunday qilib buyoqqa qo'yamiz tag'i. Endi qizlar, mana shuni quya olamiz. 10 minutda tiniqtirasizlar. 180 gradusda 25-30 minutdan aralığında mana shunday qilib pishirib olamiz. Qizlar, qarasangizlar, aябай damli, o'zgacha sonun pirog bo'ladi. Uyda barazıqlardan jasaladi. Men sizlarga talantning qo'qtisi bo'ldim. Ko'ngil burg'aningizlar uchun cho'ng rahmat. Kommentariy qoldirganda unutmangizlar. Keyingi videoga cheyin omon bo'lingizlar.